Jahon degan ukamiz bizga bir narsani tushunmasdan so'rabdi, konditsionerchilar javob bersin debdi. Yerga hech tushunib yeta olmayapman-da, shuni именно konditsionerchi ustalarga jo'natib qo'yinglar, ответ kutamiz. Ana bu konditsioner Skorska qo'yish mumkin emas, lekin Skorska yurib ketadigan paytga o'zi normasiga yetgan paytda tashlaydi-yu, keyin qayta o'zi qo'shib oladi. Nimaga o'sha qo'shgan paytda hech narsa bo'lmaydi-yu, lekin Skorska birinchi marta qo'yish mumkin emas deyiladi degan savolga aqlimiz yetgancha javob beramiz. Ana o'zlari motorist ekanlar, motorist sohadan tushuntiramiz. Ana mashina 2-chi, 3-chi yo 4-chi Skorska yurib ketadigan paytga xalasi qilsak, keyin yana yo 3 ga yo 4 ga qo'shsak, olib ketadi, yurishga davom etadi qiynalmasdan. Lekin o'tirgan joyiga 3-chi yo 4-chi Skorska qo'shib qo'zg'atib bo'lmaydi. Nimagaki, bu o'sha оборотni olib olgan bo'ladi. Bu konditsioner sistemasi ham shunday, mashinaga kiradigan joyiga injektordan o'tadi. Bir sirkulyatsiya bo'lib olgan paytda injektordan ancha aylangan bo'ladi. Keyin ozgina nechidir sekund ajratgan paytda qaytib yana qo'shib olishi yo bo'lmasa kompyuterni o'zi reglovka qiladi, o'zini обороtiga qarab qo'shib oladi, yana sirkulyatsiya bo'lishga davom etib ketaveradi. Biza Skorska qo'shmanglar degan mashinalarimizni nechtasiga Skorska qo'shganlariga biz motorchalarning ichini ochib ko'rganmizga, motorchalarning ichini sindirib yuborib, bo'lmasa shatunchalarni uzib yuborgan paytlari bo'lgan, yo strushka chiqarib, polni sistemani rasvo qilib qo'ygan paytlari bo'lgan. Malibu mashinalar, boshqa mashinalar videolarni ham qo'yganmiz oldin. Savolingizga javob shu, agar qoniqarli bo'lgan bo'lsa, ответni yozing. Skorska nima uchun qo'yish mumkin emasligi ana shundan.